Assalomu alaykum, yana bir bor aziz kanalim ishtirokchilari, hammanglarni jonli efirda ko'rib turganimdan xursandman. Ikkita joyda olib boryapman jonli efirni, ham YouTube kanalida, ham Telegram kanalida. Shuning uchun ikkita tomonga qarab gapiraman. Bugungi jonli efirimizni mavzusi bu o'tirgan batareyka va aslida energiyamiz qaysi nimalarga sarf bo'ladi degan mavzuda gaplashamiz. Agar ovozim yaxshi, o'zimni yaxshi ko'rayotgan va ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, chatda plus qo'yinglar. Tak, ovozim yaxshi kelayotgan, o'zimni yaxshi ko'rayotgan bo'lsanglar, plus qo'yinglar chatda. Tak, rahmat, ko'rdim. Endi shunaqa holatda o'zingizda kuzatganmisizlar? Ertalab turgan zahotinglar xuddi o'zingizlarni charchagandek his qilasizlar. Hali kun boshlanmagan, lekin o'zingizni ichki batareykangiz xuddi 1% qolgandek, zaryadingiz 1% qolganini ko'rsatayotgandek bo'ladi. Kofe ichasiz, kofeni ketidan yana kofe ichasiz, 3 chashka kofe ichsangiz ham ular yordam bermaydi. Hayotdan quvonchi yo'q, shuncha ko'p ishlaringiz bor va hamma ishlaringizni xuddi avtomatda qilamiz-ku, mexanik ravishda, xuddi shunaqa qilayotgandek bo'lamiz. Ko'p narsani buning uchun energiyangizni to'ldirish uchun qilib ko'rgan bo'lasiz, vitamin ichgan bo'lasiz, shifokorga borasiz, vaqtliroq uxlashga yotasiz, analiz topshirasiz, analizlaringiz hamma normada deydi, qalqonsimon bezini tekshirtirasiz, u ham hammasi sog'lom deb aytishadi. Faqatgina ko'proq dam oling yoki bo'lmasa bu stress, tinchlantiradigan dorilar iching deb aytishadi. Lekin o'zingiz sezasizki, bu narsa bunda emas, xuddi ichingizda bir nima bor, siz dangas emassiz, simulant emassiz, lekin energiyangiz xuddi qumga suv quyganimizda ichiga tortib ketadi-ku, xuddi o'shanga o'xshab energiyangiz qayergadir tortilib ketayotgandek o'zingizni sezasiz. Shunaqa sezganmisiz? Chatda yozinglar, kommentariyda yozinglar. Mani ismim Saodat Ergashevna Qodirova, nevrolog shifokorman. Shu bilan birga yana tahlil o'tkazadigan mutaxassis psixologman. Bu ajdodlar ssenariysi bilan ishlayman va ko'pincha bu o'tirgan batareyka sindromi uyqu yetishmovchiligi emas, balki bilasizlar, mashina haydaydiganlar biladi, torpedkada har xil mashinani ichki qurilmalarini panelda ko'rsatilgan bo'ladi, har xil ikonkalari. Shunda qizil lampochka yonib qolsa, darrov ustaxonaga boradi hamma haydovchilar. Xuddi o'shanga o'xshab bu energiyani yetishmovchiligi ham ichki sistemamizda, ichki a'zolarimizda nimanidir o'zgarishlari, shikastlanishlari boshlanganini ko'rsatadigan qizil lampochka hisoblanadi. Shuni simptomi bo'lib ko'rinadi. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib zaryadlanish bo'yicha gaplashmaymiz, balki qayerga, nima sababdan hayot energiyanglar sarflanishini qidiramiz va sizlarga shuni aytmoqchimanki, bir xil narsalar o'zingizga yangilik bo'lishi mumkin. Tak, assalomu alaykum. Endi o'zingizlarni energiyalarini xuddi bir vazaga yoki bir chiroyli idishga suv quyilgan idishdagi tasavvur qilinglar. O'zingizlarni hayot energiyalarini xuddi vazaga suv solgandagi tasavvur qilinglar. Agar bu vazamizni tagida 3 ta katta teshuv bo'lsa yoki ozgina dars ketgan bo'lsa ham, unga suv quyishlik befoyda. Yengitdan suv quysangiz, tagidan oqib ketaveradi. Endi sizlar bilan shu
katta teshiklarni ko'rib chiqaylik. Shifokor hamda psixolog sifatida shu 3ta energiyamizni tortib oladigan 3ta nima desam bo'ladi? 3ta teshikka yoki sarflanadigan narsalarni 3ga bo'laman. Bular nimalar kiradi bunga? Bu miyamizdagi bir fon bo'lib, shovqin bo'lib turadi va o'ta yuqori mas'uliyatli bo'lishimiz. Nima sababdan bunaqa deyapman? Miyamiz har doim ishlab turadi. Har doim kun davomida o'zingizni miyangizda fikrlar, har xil dialoglarni aylantiramiz, nimanidir rejalashtiramiz, nimanidir nazorat qilamiz va juda ko'p mas'uliyatni o'zimizga, o'zimizdan tashqari bolalarimizga mas'uliyatimiz bor. Turmush o'rtog'imiz, ota-onamiz, qaynona, qaynota, ishxona, yana uy hayvonlaringiz bo'lishi mumkin. Ya'ni juda ko'p shunaqa fonda turadigan xavotir bo'lib turadi. Agar bunaqa bo'lib qolsa-chi? Agar bunaqa bo'lib qolsa-chi degan juda ko'p neyronlarimizni quvvatini, resurslarini ketkazadigan juda ko'p agar bo'lsa-chi, shunaqa bo'lsa-chi degan fikrlarimiz ko'p bo'ladi. Va siz yashamaysiz, balki boshqa insonlarning hayotini boshqarish, nazorat qilish bo'yicha menejerga o'xshab qolasiz, boshqaruvchiga o'xshab qolasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu o'zingizni hissiyotlaringizni bostirish hamda oxirigacha yetkazilmagan qanaqadir jarayonlar bo'ladi. Ya'ni o'zingizni emotsiyalaringiz, hissiyotlaringizni yashab o'tmasangiz, masalan, jahlingiz chiqdi, g'azabingiz bor, nafratingiz bor yoki juda ham xafa bo'lasiz yoki nimadandir g'amga tushgansiz, g'am ezadi sizni yoki nimadandir juda qattiq ko'nglingiz qo'yiladi. Bular hamma narsani, bu hissiyotlaringizni hammasini men kuchliman, meni hamma narsaga kuchim yetadi deb bu so'zlarni aytib o'zingizni chuqurroqqa bekitishga harakat qilasiz. Va bu hamma emotsiyalarimiz tanamizda, mushaklarimizda xuddi ko'rinmas bir taranglik, yuklanish hamda zajim deyiladi rus tilida, qisilishlarga o'xshab tanamizda saqlanib qoladi. Mushaklarimizda qisilish bo'lib saqlanib qoladi. Va shunda tanamiz juda katta energiyani sarflaydiki, bu hamma emotsiyalarimizni qulflangan anaqa bilan qulf kalitda ushlashlik uchun. Bu emotsiyalarimiz tashqariga chiqib ketmasdan. Va shuning uchun va yana boshqa bir taqqoslashni aytsam, xuddi kompyuterda bir nechta vkladkalarni ochib qo'yamiz-ku, Google ochganda noutbukingizda. Xuddi shunaqaga o'xshab bu narsa ochilgan vkladkalar hammasi kuchini yeb yotadi kompyuterimizni va butun ishlashini sekinlashtiradi. Nima uchun yangilavering deb aytiladi har doim sistemalarni yoki mana yuklamalar bo'ladi, ko'p prilojeniylar. Xuddi shunga o'xshab ular o'zida ko'proq shu tizimni ishlashiga ko'p sarflanadi quvvat. Yo'q, O'zbekistondanman, Toshkentdan. Endi 3-chi energiyamizni sarflaydigan punktimiz bu o'zimizni anglamagan holda juda chuqur bo'lgan daraja. Bunda biz o'zimizni hayotimizni ajdodlarga bog'liq bo'lgan o'zimizni taalluqligimiz, bu ajdodlar sistemasiga, tizimiga taalluqligimiz bo'lishi va bunda masalan ajdodingizda ayollar juda og'ir ishlashgan bo'lsa, o'zini qurbonga keltirishgan, xursandchilikka, dam olishga o'ziga ruxsat berishmagan va bunda siz o'zingiz buni anglamagan holda bu ssenariylarni takrorlashni boshlaysiz. Chunki o'zingizni shu ajdodlaringizga taalluqligingizni, ularga moyilligingizni ko'rsatishlik uchun. Siz inson o'zi buni anglamaydi.
va shuning uchun o'zingizga energichniy bo'lishga, baxtli bo'lishga ruxsat bermaysiz va bunda shu hayot energiyangiz o'zingizni eski o'zingizga begona bo'lgan ssenariylarni ushlab turishga sarf bo'ladi. Va bunda masalan bizani oilada xursand bo'lishga, baxtli bo'lishga, baxtli bo'lishmagan, ko'proq og'ir mehnat qilishgan degan o'rnashma o'tirgan bo'ladi miyangizda. Hozir o'zida sizlar bilan bitta diagnostikani o'tkazmoqchiman. Buning uchun o'zingizlar qulay joyda o'tiringlar. Hozir bu diagnostikani bajarganda o'zingizlarda shu uchta aytgan sarflanadigan joylardan, punktlardan qaysi birinidir o'zingizda topasiz. Ko'zingizni yumib o'tirasiz, suyangan holatda, oyoq-qo'llaringizni chalishtirmaysiz. Chuqur nafas olib chiqaramiz, ko'zlaringizni yumasiz. Burundan nafas olamiz va og'izdan chiqaramiz. Va hozir o'zingizga ko'zlaringiz yumilgan holatda o'zingizga savol berasiz. Qanday savollardan o'zimni olib qochaman yoki qanday gapdan o'zimni olib qochaman? O'zim his qilayotgan narsani kimga ayta olmayman? O'zim his qilgan narsani, o'zimni hissiyotlarimni kimga ayta olmayman? Hamma narsa yaxshi bo'lgandek, o'zimda xafagarchilik yukini, qanday yukni ko'tarib yuraman? Yuk qilib, xafagarchilikni ko'tarib yuraman. Bunga chuqur kirib ketmanglar, faqatgina shu savolni berganinglarda o'zingizlarda bir tasvir, obraz paydo bo'ladi yoki qaysidir holat xotirangizda balqib chiqadi. Shu narsaga e'tibor beringlarki, tananglar bunga qanaqa reaksiya qildi. Jag'inglar qattiq siqilgan bo'lishi mumkin. Yoki nafas olishingizda nafasinglar xuddi to'xtab qolgandek yoki jimirlab ketgandek bo'lishi mumkin. Mana shu narsani o'zi boyagi aytganimdek ochiq kompyuterdagi ochiq vkladka 24/7 sizni energiyangizni sarflanishiga sababchi bo'ladi. Chuqur nafas olib chiqaringlar va ko'zingizni ochishingiz mumkin. Chatda nima ko'rganinglar, qaysi obraz ko'rganinglar yoki nimani his qilganinglar to'g'risida yozinglar. Hozir chatda. Tak, chatim surilib ketibdi. Tak, yozinglar, nimani tasavvur qildinglar, kimni obrazini ko'ra oldinglar yoki bo'lmasa tananglarda nima his qildinglar. Nima his qilganinglarni yozinglar. Tak, bo'ynimni orqasi. Tak, yelkalarim debdilar. Jimirladi. Jimirlash bo'lishi mumkin. Kimdir obrazi buvingiz, ota-onangiz, xola, amakilaringiz kimdir bo'lishi mumkin yoki kimdir ismi kelishi mumkin. Bu narsa ko'rgan bo'lsanglar, real jarayon sizni ichingizda hozir o'zida bo'layotgan jarayonni ko'rsatadi. Endi chuqurroq qaraymiz sizlar bilan, chuqurroq kiramiz bunga.
keyingi praktikani qilib ko'ramiz. Bu praktikada siz boshqa odamni, begona odamni, ya'ni begona deganimda umuman begona emas, ya'ni o'zingizni ajdod tizimingizdagi qaysidir qarindoshingizni ssenariysida yashayapsizmi yo'qmi, shuni ko'rsatadigan praktikani qilamiz sizlar bilan. Tak, buning uchun ham qulay o'tirib olasizlar. Yana ko'zinglarni yumamiz. Ko'zinglarni yuminglar, burundan chuqur nafas olib, og'izdan chiqaramiz. Tasavvur qiling, tikka turibsiz va yelkalaringizda chuqur, og'ir, ko'rinmas ko'rpa bor. Yelkalaringizda, ustingizda. Uni og'irligini his qiling. Og'irligini his qiling. Qanchalik sizga bosim o'tkazayotganini va nafas olishga, harakat qilishga qo'ymayotganini tasavvur qiling. His qiling. Va xayolan bu ko'rpaga, ko'rpa bu qo'sh tirnoq ichida kimnikisan degan savolni bering. Shu bosib turgan adyolga, ko'rpaga kimnikisan degan savol bering. Va savolga javobni aqlingiz bilan emas, balki hissiyotlaringiz bilan, his qilish bilan e'tibor bering. Sezishingiz mumkin, onangizni xavotirdanmi bu ko'rpa qilingan, yoki bo'lmasa otangizdan o'tgan bunga sabr qilish kerak degan o'rnashmami, yoki buvingiz aytgan bir o'zi qoladigan yolg'izlikdan qo'rquvmi? Nima keldi? Nimani his qildingiz? Va o'zingizdan so'rang. Bu yukni yana ko'tarib yurishga tayyormanmi? Bu yukni yana ko'tarib yurishni davom ettirishga tayyormanmi? Agar yo'q degan javob kelsa, unda xayolan bu ko'rpani o'zingizni yelkalaringizdan olib, egilib, shu ko'ringan tasvirga kimni ko'rdingiz? Buvingiz bo'lishi mumkin. Buvingizlar, yoki ota-onangiz, yoki xolangiz, amakilaringizmi? Egilib, hurmat bilan, minnatdorlik bilan ularga qaytarib berasiz. Ikki qo'llab uzatasiz. Ona, ada, buvi, sizga muhabbat bilan bu narsani sizga qaytarib beraman. Bu narsa sizniki. Men esa o'zimni hayotimni yashayman. Sizni yaxshi ko'raman, sizdan minnatdorman degan so'zlarni aytasiz. Bu so'zlarni gapirganingizda tanangizdagi holatingizga e'tibor bering. Nimani his qildingiz? Yelkalaringiz yengillashdimi? Bo'yningiz yengillashdimi? Bo'yinda sezganingiz. Nafas olishingizga ko'proq xuddi ochilgandek hissiyot paydo bo'ladi. Yengillik kelgandek bo'ladi. Bu holatni, bu yengil bo'lgan holatingizni eslab qoling. Bu sizni chin holatingiz. Va ko'zingizni chuqur nafas olib chiqaring va ko'zingizni ochsangiz bo'ladi. Tak. Kim ko'rgan bo'lsa, chatda yozinglar, nima ko'rindi, nimani his qildinglar. Tak, hozir kirdim. Nimani gapirganingizni tushunmadim debdilar. Zapiska qo'yganman. Zapisda qilib, diagnostika bilan amaliyotni bajarib ko'rasiz. Shunda tushunib olasiz.
Tak. Aha. Onamlarni ko'rdim debdilar. Aha, yaxshi. O'zlariga qaytarib bergan bo'lsangiz, tak, tushunarsiz yozilibdi. Shu so'zlarni takrorlagan bo'lsangiz, boya aytganim, minnatdorchilik bilan sizga qaytaraman, bu narsa sizniki. Men o'zimni hayotimni yashayman, sizni yaxshi ko'raman, minnatdorman so'zlarini albatta aytish kerak. Hozir qilgan narsamiz bu o'zingiznikini begona odamnikidan ajratishga va o'zingizni energiyangizni o'zingizga ishlatish huquqini qaytarganlikka ko'rsatadigan birinchi qadam. Shu birinchi qadamni qo'ydingiz. Shu so'zlarni praktikani bajarib, buni hammaga so'zlarni aytgan bo'lsangiz, shu birinchi qadamni qo'ygan bo'lasiz. Endi mana ko'rdinglar, diagnostika va praktikani bajarganlar, o'zingizni charchog'ingiz, energiyani yo'qligini his qilishingiz bu o'ylab topilgan narsa emas, balki taningiz hamda qalbingizni sizga ko'rsatayotgan energiyangizni, energiya manbaini boshqa joyga sarflayotganingizni ko'rsatadi. Va shunda agarda yana vitaminlar ichishni davom ettiraversangiz yoki uyquni yaxshilashni davom ettirsangiz, xuddi boyaga aytganimdek, teshuv vazaga yana suv quyayotgandek bo'lasiz. Lekin bu teshuvlarni bir marta to'liq bekitib va ulardan qutulish imkoniyati ham bor. Boshqa odamlarni, shu ajdodingizdek bo'lgan boshqa odamlarni ssenariylarni takrorlamasdan, eski bo'lgan shu psixologik gestaltlar deyiladi-ku, travmalarni berkitish mumkin va aybdorlik hissisiz, uyat hissisiz, o'ziga maza qilib dam olishi, xursandchilikda yashashi o'rganish mumkin. Shunda o'zingizni energiyangiz o'zingizga qoladi, boshqa narsalarga sarflanayotgan, boyagi yuk, yelkamizda yuk bo'lib turgan narsalarga ketmaydi. Nafrat, xafalik, g'azab yoki qayg'uga, g'amga ketmaydi, balki o'zingizga qoladi va o'zingizni hayotingizni yashashga, baxtli hayotingizni, uyg'un hayotingizni yaratishga hamda o'zingizni xohish istaklaringiz bilan yashashga, daromadingizni oshirishga, farzandlaringiz bo'lsa, xursandchilikda yashash imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Tugayotgan batareyka bilan yashashdan charchagan bo'lsangiz, energetik shunaqa sarflanadigan qaysi joylarga sarflanayotganini tushunishni xohlasangiz, sizni diagnostik konsultatsiyaga taklif qilaman. Bunda sizni butun avlodingizda iyerarxiya buzilishi bormi, yo'qmi, kimni ssenariysini takrorlayotganingizni, ya'ni asl bu hayotingizdagi bor muammoni, asl sababini ongi ostidan topib, uni ajratib, ajdodlardek agar programma ssenariylar bo'lsa, undan chiqishni rejasini tuzamiz va o'zingizni energiyangizni o'zingizga qaytarishga yordam beraman. Agar xohlasangiz, izohda energiya deb yozing. Shunda efirda buni eshitib yozganingizni bilaman. Va diagnostika uchun o'zingizga qulay bo'lgan vaqtni, kunini belgilab gaplashib olamiz. Hayot energiyangiz 1% qolguncha qolishiga hech qachon rozi bo'lmang, chunki hayotingiz bir marta berilgan va uni xursandchilikda, baxtli yashashga huquqingiz bor. Tak. Endi har doim jonli efirda aytganimdek, bitta ishtirokchiga uni muammosi bo'yicha tahlil o'tib beraman. Agar kim xohlasa, mikrofoninglarni yoqib gapirishinglar mumkin. Tak, albatta bu Telegram kanalida ko'rayotgan ishtirokchilarga mikrofonni yoqib gapirsanglar bo'ladi. YouTube'da ko'rgan
ishtirokchiligi Telegram kanaliga o'tishi havola orqali tavsiya qilaman. O'tsanglar Telegramda bemalol gaplashsa bo'ladi. Kim tahlil o'tishni xohlaydi? Tahlilda diagnostika qilib beraman. Xohlagan mavzuyinglar, faqatgina energiya emas, bu daromad bo'yichami yoki munosabatlar bo'yichami, salomatligingiz bo'yichami, nimani xohlasangiz, shu mavzuyingiz, muammoyingiz bo'yicha tahlil o'tib beraman. Marhamat. Kim xohlaydi? Yoki savollaringlarni beringlar, savollaringlarga ham javob beraman. Nima u tahlil debdilar? Tahlil usuli bu psixologiyadagi usullardan bittasi. Transaktniy analiz bor, gestalt terapiya bor, psixoanaliz bor, shunga o'xshagan ko'p turlari mavjud psixologiyada. Bemorlar bilan, klientlar bilan ishlaydigan terapiyani usullari ko'p va men ishlatadigan usul bu rastanovka usuli hisoblanadi. Bert Hellinger degan psixiatr olim bunga asos solgan. O'zbekchada men tahlil deb buni aytaman va tahlilda shu ongi ostidagi ajdodlarga bog'liq bo'lgan ssenariylarni topib, iyerarxiya buzilishlari bo'ladi. Shuni aniqlab, uni to'g'rilanadi. O'zini ma'lum bir algoritmlari bor. Shularga asosan to'g'rilanib, terapiya o'tkaziladi va shunda mijozda juda yaxshi tezlikda muammosini yechimini natijasini ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Shuning uchun bu usulni tanlaganman. Tez berishi qayerdan bilasiz debdilar. Assalomu alaykum, qo'rmaylar. Safarov savolim bor deyatuvdiz. Aytingchi. Uskunalarga tushirib ko'radi o'zingizda. Shunda shularni anaqa natijasiga qarab, tahliliga qarab diagnoz qo'yadi shifokorlar. Xuddi shunaqa tahlilda ham, rastanovka usulida ham oldin diagnostika o'tkazaman va shu diagnostikaga asosan uni to'g'rilayman. Shundan bilaman. Inson shunaqa Alloh qudrati bilan yaratilganki, uni hayotingizdagi bo'lib o'tadigan narsalar va ajdodlaringizdan o'tgan har bitta voqea, hodisalar, insonlar, hamma narsa, ssenariylar, ustanovkalar, hamma narsa, qobiliyatlar bilasizlar. Shu hamma narsa DNK ma'lumoti orqali insonga o'tadi. Va bu narsa ongi ostida yozilgan turadi. Tahlil usuli buni ko'rish imkoniyatini beradi diagnostikada. Ko'radi va uni shu buzilishlari bo'lsa, uni ma'lum o'zini algoritmlari bor. Shifokorlar buni iching, uni qiling deb dorilar yozib beradi-ku, xuddi o'shanga o'xshab. Psixologiyada ham shu tahlil usulida shu narsa qilinadi va muammosi yechiladi, natijasiga erishadi mijozlar. Albatta, masalan, nevroz, xavotir, panический ataka bo'lgan bemorlarim, mijozlarimda bitta konsultatsiya, bitta tahlilni o'zida hozir masalan nevroz bo'lib, xavotiri kuchli bo'lsa, uni yengillashgani, yaxshi bo'lgani ko'riladi, ammo uni sababi chuqur bo'ladi. Endi hamma insonda har xil. Bir nechta seanslar olish kerak bo'ladi. Shu psixolog bilan bir necha oy ishlanadi deb aytishadi-ku, shu mijozni holatiga qarab, uni muammosini og'irligi va tiklanishi o'zgarishlariga qarab belgilanadi. Xo'p, marhamat, savollaringiz bo'lsa beringlar yoki kim tahlil o'tadi, o'tkazib beraman. Mikrofoninglarni yoqib gapirsanglar bo'ladi. Yoki chatda yozinglar, kim o'tmoqchi.
boshqa savollarni ko'rmadim. YouTube'da tahlil o'tolmaysiz, chunki ikkalamiz gaplashishimiz kerak bo'ladi. Telegram kanalga havola orqali o'ting. Profilimga kirganingizda Telegram kanali havolasi bor, ssilkasi bor, shu orqali o'tasiz. Ulanasiz Telegram kanalidagi jonli efirga. Tak, Telegramda eshitayotgan ishtirokchilar, marhamat, kim xohlaydi tahlil o'tishi? Tak, mikrofoninglarni bosib gapirsanglar bo'ladi. Yoki chatda yozinglar. Assalomu alaykum, Saodat aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qanaqa mavzuda tashlasa bo'ladi savollarni? Sog'liqmi yo farqi yo'qmi? Yo'q, farqi yo'q. Nima qiziqtirayotgan bo'lsa, shuni beraverasiz. Savol bermoqchimiz, tahlil o'tmoqchimiz. Tahlil qilib bersangiz zo'r bo'lardi. Хорошо. O'zingiz 1 soat ketadi. 1 soat ketadi. Hech kim xalaqit qilmaydigan joyda bo'lishingiz kerak-da. Yoki diagnostika qilib berishim mumkin, tezroq bo'ladi. Hozir diagnostika qila qolaylik. Xo'p, nima muammoni ko'rmoqchisiz? Hozirda menda bo'shliq. Maqsad qo'ya olmayapman. Maqsadlarim chinmas ekan, rostdan ekan maqsad bo'lmagan ekan. Aslida xohlamas ekanman o'sha o'zim qo'ygan maqsadlarimni. Shu maqsad qo'yishga juda ham qiynalyapman. Bu maqsadni, masalan, nimani yechmoqchisiz? Maqsad qaysidir maqsadingizni ayting, aslimi yo'qmi ko'ramiz. Mana hozir men o'tmishimni DNKdagi muammolarni yechib anglab chiqdim. Mana oldin boshqacharoq bo'lgan, уже hozir menda o'zgarishlar, hamma narsaga nisbatan fikrim o'zgargan. Qanaqadir tumanli yo'lni ko'ra olmayotganga o'xshayman. Nima xohlayotganimni o'zim bilmay qolaman. Oldin mana точно mana shu narsa yoqadi, mana shu narsani sotib olaman degan narsa bo'lgan. Hozir xohishlarim qanaqadir boshqacha, bilmayman. Shunga savolimga javob topa olmayapman. Mana qarang-da, bunda tanangizda mana chuqur nafas olib chiqaring. Hozir e'tibor bering, tanangizda buni qaysi a'zoyingizda, tanangizni qaysi qismida his qilyapsiz? Ko'pincha yuragimda his qilaman. Qotib qolgandek bo'ladi. Shu qanaqadir probka bo'lib qolgandek, xuddi mana kanal yopilib qoladi-yu, o'sha ochmayotganga o'xshaydi. Chuqur nafas olganimda ham qanaqadir mazza qilib nafas olish kamdan kam bo'ladi. Chuqur nafas olib chiqaring. Shu oxirigacha nafasim bormaydi, yurakdan mazza qilaman. Qorningizni pastigacha nafas ola olasizmi? Qorningiz shishirib, burningizdan. Hozir harakat qilaman. Bir shunaqa mazza qilaman, lekin har doim emas. Chuqur nafas olib chiqaring. Endi ko'zingizni yumib o'tirasiz. Umurtqa pog'onangizni eng pastida ko'pchik bor.
Dumg'azi. Shu yerda shar bordek tasavvur qiling. Shar qanaqa? Og'irmi, yengilmi, tarangli bormi? Yoki nabarot narsasi oqib ketayotgandek bo'lyaptimi? Shar yumshoq. Menga yumshoq, yupqaga o'xshayapti. Oyoqlaringiz-chi? Oyoqlaringizda nima sezasiz? Oyoqlarim ham yumshoq. Bo'shashgan, yengilmi? Yengil. Xo'p, bu shar tepaga siljiganini tasavvur qiling. Kindigiz atrofi, bachadon darajasida. U yerda nima sezasiz? Qanaqa shar? Kichirayganga o'xshadi. Qattiqmi, yengilmi, tarangmi? Saqal qattiqlashganga o'xshadi. Juda qattiq emas-u, boyigidan, yumshoqdan saqal qattiq. Endi chuqur nafas olib chiqarasiz. Yana yuqoriga yurdi. Oshqozoningiz darajasida nima sezasiz? Yana ham kichiklashdi. Anaqasichi yumshoqmi, qattiqmi? Qattiqlashdi, kichkinalashdi. Chuqur nafas olib chiqaring. Yuqoriroq chiqdi. Yuragingiz, ko'kragingiz, ko'krak qafasi. Kichkina qoptochaga aylandi. O'rtada turibdi. Qattiqmi, yumshoqmi, tarangmi? Boshida svetli och anaqa edi-da, shar yumshoq edi. Hozir o'sha ham qattiqlashdi, ham rangi jigarenroq bo'lib kichkinalashganga o'xshaydi, xuddi ana kartoshkaga o'xshab. Chuqur nafas olib chiqaring va yuqoriroq chiqdi. Anaqa bo'yningiz tomog'ingizga keldi. Qanaqa his qilasiz? Tiqilish bor ozgina. Kichkina. Tiqilish bor, kichkina. Hozir bir minut. Diagnostikani o'tkazib yuboraman. Va alaykum assalom. Keyin sizga javob beraman, xo'pmi? Tak, endi anaqa Mashiraxon sizga bo'yningizdan yuqoriga chiqdi shar. Chuqur nafas olib chiqaring. Yuzingizda, ko'zingizda nima his qilasiz? Ko'zimda his qilaman. Jimirlashish, xuddi mayda ninalar borga o'xshaydi. Endi sharni boshingizdan yuqorida, boshingizga tegmayotganda, makushkangizda 20 santimetrcha balandlikda shar bor. Shuni his qiling. Qanaqa shar? Boshimdan kichkinaroq. Turibdi. Boshimdan kichkina. Og'irmi, bosyaptimi? Yo'q, uchib turganga o'xshaydi. Qaysi tomonga qarayapti? Tepaga. Xo'p, qarang. Eng xavfsizlikni sezadigan nuqtangizda blok bor. Shu praraботkalar qilganingiz yaxshi natija bergan, lekin to'liq ketmagan. Onangizga bog'liqlik joyi bor.
otangizga va o'zingizni nimadir xafa boya aytdim-ku, nimadandir xafa bo'lganingiz, shu narsalaringiz ham bor. Shuning uchun ko'zingizda jimirlash bo'lib kelyapti. Bu o'zingizni xayollaringiz ekanligini bildiradi. Mana bu pastki nuqtalar bu ota-onangiz, ko'proq onangizni nuqtalari va otangizniki ham bor. Shularni prarabotka qilish kerak. Birinchi galda onangizni. Men hozir tochkalarni aytdingiz-ku. Tozalanish ham ketdi dedingiz. Qayerdan bilsa bo'ladi shu tozalanishga bo'lganini? Shu prarabotkani o'zi masalan inson o'zini erkin his qiladi-ku. Ko'pincha ayollar nimadandir qo'rqayotganini, qo'rquv bo'lishi, kimdir kasal bo'lib qolishi yoki o'zi kasal bo'lib qolishi, kimdir o'lib qolishi, xavotir bo'lishligi bu o'zida xavfsizlikni, безопасность tuyg'usi yo'qligini ko'rsatadi. Xavfsizlik tuyg'usi. Bu narsa onaga bog'liq bo'ladi. Iyerarxiya buzilishi kuzatiladi, ya'ni shajara deymiz-ku, iyerarxiya. Shunda buzilish bo'ladi. Yo onasiga nimanidir o'zini yaxshiroqligini isbotlayotgan bo'ladi yoki ota-onasini qurbon rolida yashaganini onasi o'ziga xursand bo'lib yashashi, shu narsalarga ruxsat bermasdan o'tgan bo'ladi. Bolalar buni ko'rganda uni поведениясini, xulq-atvorini o'ziga oladi. Ya'ni biz so'zimiz bilan tarbiyalaymiz, lekin ko'proq o'zimizni xatti-harakatimiz, поведенияmiz bilan bolalarni tarbiya qilamiz. Shunda onasi faqat nimadandir noligan yoki nolimagan emas, balki faqat yaxshi narsani boshqalarga berib, qurbon rolida yoki qutqaruvchi rolida bo'lgan, o'ziga nimalarnidir ruxsat bermagan. Masalan, chiroyli ko'ylak kiyishi, yaxshi ovqatli yeyishi, borib maza qilib qayerdadir o'ynab kelishi, shularni ko'rgan, masalan, qiz bola bo'lsa, katta bo'lgandan keyin xuddi shunaqa bo'ladi, munosabatlarida muammo bo'lishi mumkin yoki mana siz aytayotgandek, hech qanaqa xohish istaklari yo'q, maqsad qo'ya olmaydi. Bir xilda turmushga chiqa olmaydi kimdir, yoki turmushga chiqadi, ajrashadi, shunaqa narsalar yuz beradi. Bu narsani yana chuqurroq ko'rganda ko'proq onasiga bog'liq bo'ladi, ona avlodga qizlarda va otasidan ham nimadir o'tgan bo'ladi, ota avloddan. Buni sekin-sekin shakllanadi deyishyapti-ku, mana tozalanish bo'lgandan keyin haqiqiy o'zi bilan yashaydi odam. Yurib, mana o'tmishimdagi mana maqsadlarim, niyatlarim onamlarga, ota-onamga tegishliroq bo'lgan ekanda, ularni maqsadlari bo'yicha yashaganman. Hozir mana o'zimni topishim uchun, topishmas endi o'zimni kashf qilish deydimi. Shu narsaga affirmatsiyalar aytib harakat qilyapman. Bilaman, menda qanaqadir kuch borligini, nimadir qo'limdan kelishini ichimdan his qilaman. Lekin qanaqa yo'l bilan, qanaqa plan bilan qilishi tushunmay turibman. Mana shu savolni o'zingizga reja qilishingiz kerak, ro'yxat qilib, o'zingizni xohish istaklaringizni yozib chiqing. 100 ta xohish istagingizni. Uni keyin maqsadga aylantirasiz. Va taningiz bilan his qilib ko'ring. Nafaqat siz, hamma qilsa bo'ladi buni. Masalan, yozdingiz maqsad. Ingliz tilini 3 oy ichida yo 6 oy ichida o'rganish, bemalol gaplashish. Nima uchun xohish istagingiz, nima uchun o'rganishingiz kerakligini yozsangiz, bu o'sha maqsadga aylanadi. Unga muddatini qo'yadigan bo'lsangiz, bu maqsadga aylanadi. Smart tekshiruv orqali buni tekshirish mumkin. Va keyin bu yozgan maqsadingizni fikran takrorlaysiz, ovozingizni chiqarib takrorlang va taningizga e'tibor bering. Qatida sezasiz uni. Agar yuragingizda bachadon sohasida, qorningizni pastida his qilsangiz, bu sizni asl maqsadingiz bo'ladi. Xohish istagingiz ham asl bo'ladi. Agar taningizni boshqa qismida, boshingizda bo'lsa, boshqa joyi bo'lsa, unda bu asl maqsadingiz bo'lmaydi. Xohish istagingiz ham sizniki emas, kimdandir yo'q unaqa singdirilganmi deb aytish mumkin.
Shu bilan tekshira olasiz, shu bilan tekshira olasiz. Tushunarli. Va taningizni his qilishga ko'proq e'tibor berishingiz kerak. Ko'pincha ayollar xayoli boshqa joyda bo'ladi, tanasini umuman his qilmaydi. Menga konsultatsiyaga kelganlar ham taningiz bilan his qiling desam, nima bo'lishi kerak deydi. Sezmayapman hech nimani deydi. Chunki tanasi ongi osti va ongi bir-biridan, qalbi bir-biridan uzilib qolgan bo'ladi. Hozir mana nima xohlayapman va o'shani bajarishingiz kerak. Xayolan emas, voy ana kuni nima bo'luvdi, unaqa dedimmi, bunisiga unaqa javob berar ekanman degan fikrda yuradi har doim. Hozirgi shu onda yashamaydi. Shuning uchun muammolari shundan kelib chiqadi. Va oldingi hissiyotlar, masalan, jahlingiz chiqyaptimi, shuni aytish kerak. Urishinglar kerak deb aytmayman. Jahlingiz chiqqanini, masalan, meni bundan jahlim chiqdi, menga bu narsa yoqmayapti degan so'zni yaxshi ohangda aytishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam, o'sha momentda ayta olmasangiz ham 40 gacha sanab, yo boshqa xonaga chiqib, yostiqqa baqirishingiz, yostiqni urishingiz mumkin. Va yana bitta yaxshi usuli buni yozishingiz kerak. Masalan, men bu odamdan jahlim chiqdi, urib tashirdim, basharing qursin, hamma nima kelgan bo'lsa yozasiz va uni yoqib yuborasiz. Shunda emotsiyalaringiz tugilib o'zingizni taningizda qolmaydi, tashqariga chiqib ketadi. Taningizni his qilishni o'rganasiz shunda. Va nafas mashqlarini bajarish kerak. Tanani his qilishga, xavotirni ketkazishga yordam beradi nafas mashqlari. Tana bilan bog'lash kerak ekan-da hamma. Qalbingiz, tanangiz, ongingiz, ongi osti birgalikda bo'lishi kerak. Shunda inson baxtli bo'ladi, o'zini hayotini oldindan rejalashtiradi, intuitsiya deyiladi, ko'p shu narsalari juda rivojlangan bo'ladi. Men shuni his qildim gapingizda. Men ruhim o'syapti, tanamga ahamiyat bermayotgan ekanman. Shu taningizni birgalikda qilsangiz, mana tanangizga e'tibor bersangiz, bunda o'sha maqsadlaringiz ham o'z-o'zidan bilasiz qilasiz. Harakatga tushib ketasiz. Lekin oldingiga nisbatan baribir tanam rosa o'zgargan. O'zim his qilaman, yengilman. Ko'kragimdagi og'riqlar ham juda ham kamaygan, qo'llarimda ham o'zgarishlar bor. Yaxshi. Har doim o'zini ustida ishlagan, masalan, qanchagacha ishlayman degan savol ham berishadi. Bu narsa insonni hayoti davomida uzluksiz davom etadi. Chunki masalan, pul topganingizda ham shunaqa-ku, qachondir voy 1 million topsamchi, 2 million topsamchi deb o'ylab yurgansiz. Unga chiqqaningizdan keyin voy buni xohlayman. 10 millionga chiqasiz. 10 milliondan keyin 100 millionga chiqasiz. Mana shunaqa qilib, hayot tarzingiz, hayotingizni sifati o'zgarib boradi va sizni ongi ostingiz, ongingiz ham o'sadi. O'zini anglagan deymiz-ku, осознанный, o'zini anglagan holatda yashashlik insonni rivojlantiraveradi. Va bundan to'xtamaysiz. Undan ham yaxshi bo'lib ketaverasiz. Qachondir bunaqa yashagan, nimaga bunaqa o'ylagan ekanman deb o'zingizdan o'zingiz hayron bo'lasiz, kulasiz, shunaqa payt ham bo'ladi. Shuning uchun bu narsa uzluksiz davom etadi va yaxshilanib borasiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Tak, sizga ham rahmat. Endi bu yoqda YouTube'da ham savol berishgan. Menga ham o'zimga bo'lgan ishonch yo'q, miyamni qo'rquv egallab olgan. Iltimos, menga ham maslahat bering. Men maslahat bermayman, men psixologman. Psixologlar va tahlil o'tkazadigan mutaxassisman. Bunda hozirgi bergan tavsiyamni aytishim mumkin. Nimadan qo'rqasiz? Bu qo'rquvingizni tasavvur qiling. Hozir zapisda ham ko'rsangiz bo'ladi, YouTube'da ham joylashtiraman. Diagnostikani bajarasiz va nimadan qo'rqayotganingiz ko'zingiz oldiga tasvir keladi. Yoki kimdir keladi, ko'pincha kimdir keladi, shu ajdodingizdan, ota-onangiz bo'lishi mumkin. Shularga ketidan keladigan praktikani bajaring. Bu birinchi qadamingiz bo'ladi. Begona odamni ssenariyda yuribsizmi yoki o'zingizni hayotingizmi, buni ajratib olasiz. Va kanalimda ko'rsangiz, Telegram kanalda ham, YouTube kanalimda ham juda ko'p praktikalar berganman.
yana alohida diagnostika bor. Kim sizga bu qo'rquvni solayotganini, xavotir nimadanligini, o'zimni tajribamdan kelib aytishim mumkin. Xavotir ko'pincha xavfsizlikni sezmaydigan, ona obraziga bo'lgan bir ziddiyatlaringiz bor. Hozirgi jismoniy onangiz emas, balki bolaligingizda ongi ostingizga muhrlanib qolgan ona obraziga nisbatan ziddiyatingiz bor. Shu ziddiyatni diagnostikada ko'rib, konsultatsiyaga kelsangiz, uni to'g'irlab beraman terapiyada. Agarda bepul diagnostika olmoqchi bo'lsangiz, mana efir tagida energiya deb yozing, bepul diagnostika ham o'tkazib beraman. Bu konsultatsiyaga kelganingizda terapiya o'tib to'g'irlab berishim mumkin. Shuning uchun shu kanaldagi joylashtirilgan juda ko'p efirlarni ko'rib ham o'zingiz ustingizda ishlab o'zgartirishingiz mumkin. Tak, bo'lmasam boshqa hech kim savol bermadi. Tak, Shohida, bo'lmasa anaqaga Telegramga kirsangiz, siz bilan bog'lanaman. Chunki men bunaqa ko'rib gaplashishim kerak-da. Hozir mana Telegramda qilgan ishtirokchiga o'tkazgandagi diagnostika o'tkazib beraman. Tak, bo'lmasam efirimizni yakunlasak ham bo'ladi. Savollaringiz uchun rahmat, aktiv ishtirok etganingiz uchun minnatdorman. Agarda yana savollaringiz paydo bo'lsa, uni albatta izohda yozinglar. Ularni asosida keyingi jonli efirlarimni tayyorlayman. Hammanglarni o'ptim, quchoqladim. Yaxshi dam olinglar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr.